Sаңız yesek, sаңboz yesek yoki mayliq mushu pishiriq yemekliklarni het bayram va ayin mushunda kunlarda mushu iste'mol qilsak bo'lamdi yo'qmi deydigan bir qism qarindoshlarimizning bir masala chiqib qoldi. Men bunga bir javob beray. Hamda mayda pishirilgan tamoqlarni biz yemaymiz deb manda arg'ilmaydi. Buningki yeyishninki va yemaslikdan manda bir qancha xil shart. Masalan, biz şu meyimizni qayta ishlatilgan maymu yo'q deb o'ylaymiz. Masalan, biz sangiz saldik deyli. Bir sangizin selish jarayonimizda bugun eshib qolgan mayda ertami saldik, erta eshib qolgan mayda o'ginmi saldik, o'gin eshib qolgan mayda o'ginimi saldik, ustiga jolab qo'yib, bu sangizin seriver. Ammo buning to'xta, mava tuniga ishlatgan meyimdi. Bo'ldi, mana ish tugidi. deb tugib o'tmadi. Chidimidi. Mana qaraylar-jima. Hamda mushunda qilib buni qaytdim ishlatib bergan chaqda bu nim bo'ladi deganimizda. Nim bo'ldi deganda manda ish bo'ldi. Men bir maynet narsani kichikkin bir piyolaga tashib etdim deydi. Bir chuvonni deb aytaylik, tashib etdim. Endi uni piyoldan elib chilek to'kdik. Chilekdan elib to'ng'it to'kdik. To'ng'dan elib yanbishmiga to'kdik. Hammasi nim bo'ldi deganda. Yani Allah'ım şu meynet oldu. Shundami? Endi bizning hozir qilayotgan ishimiz bu qanday bo'ldi degan chaqda mana mushunda mayni qaytlanma ishlatgan chaqimizda bu may hamda 220, 240 bular 220 da oshgandan keyin may uzdi kuyishni boshlaydi bu. Ikki qismda kuydi bu. Kuygandan keyin bu asldagi may tarkibdan boshqa bir xil moddasi boshqa boshlaydi. Endi buningda biz sangiz saldik, sangboz saldik yoki ma'lum bir pilt qo'ymoqlarni saldik, ma'lum bir xo'mam deydigan bijimini saldik deyli. Endi buni biz sag'a vaqtimizning o'zida mana mush tarkiblar hamda ashunga chirib ketadi degan. Endi biz buni qanday qilamiz? Mana biz masalan men hozir bir tal yeb qo'ydim deyli. Bir tal ushib yeb qo'ydim deyli. Masala yo'q. Ammo buni davomlashtirib uday yegan chig'imizda yoki buni ko'p miqdor yegan chig'imizda buningda masala kelib chiqishi mumkin. Bularni o'sma muborak bemorlari mush rak to'g'risi davolanayotganligiga mana yo'llab qo'yinglar. Shuning bilan birga qarindoshlarimizninki mushu temini boshqalarni ko'rish uchun deb qolsangiz, yurakni va alkol tarafini ko'proq yo'llab qo'yib, xush bo'lishini tutqanman. Buni biz qaytlanma shunda iste'mol qilib yeb qilgan vaqtimizning o'zida rak genini badandan qo'zg'ash imkoniyatini barpo qildi. Buning o'zi rakni bugun yesangiz ertal rak bo'lsa, jumoyasi qizdingoch rak bo'lsa, yeganmi sangizini deb chiqmagan bilan bu vaqtning o'tishiga erishib bara ulazirlaydi. Shu navbatdagi bir narsaga amroq qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, buni mayna shunda bir qattim ishlatamiz. Masalan, bir qattimlik ximiya qanchalik qilib olgan bo'lsak, shunchalikni bugun ishlatib tugitib etdik. Takrar qizishga bo'lmaydi. Bu deganimiz, hozir bir qizitdik, suv to'p, tushlik tamqizni yevelib, deb tushlik tomoqni yevelib, tushdan keyin yana qizitib, yana yiqib, ertaga qaylanma mamay eshib qoldi. Eshib qaz bo'lmaydi, buzilib ketsa, deb yana birini selib pishirib, manda qilaversak bo'lmaydi demoqchi. Chunki may qaytlanma holatida endi ko'yganda bu rak ni qo'zg'ash imkoniyatini yaratib qo'ydi deymiz. Agar ishonmasangiz to'rdan ravrs tekshiryapsizlar. Tushunib, manda emisken sen manda debtikense amanınga. Deb aningdan keyin nim qilinglar. Men boshqalarga yomon bo'lsin demidim. Ammo lekin har qanday ishninki chuqum nimasi bor. Shuni deydiganimiz, agar bir qism mushunda tijorat va savdo qilayotgan qarindoshimiz bo'lib qolib, navbatdagi ahvolni tushunmagan bo'lib qolsa, tushunib bilib, keyin savdo tijoratlarga qarab buni ishlatsa, haqiqatan tugib ziyon bo'lganligi rost. Ammo biz oldingisini ishlatib oldik. Shuningdan pul topsak bo'ladi. Shuna tashiyot kichik narsa bor. Majbur tashiyotimiz. Masalan deylik, bizning bir qism masalan o'zimizning ditiga yoqmaydigan holat chiqib qolgan ba'zi masallarimiz bo'lib qoldi. Majbur tashlaymiz. Amal yo'q. Ba'zininki qilib bo'lmay qoladi.
Mecbur taşıyımız amal yok. Ba'zisininki biz degan ta'mda biz degan o'lcham chiqmaydi. Taşıyımız amal yok. Ba'zi eseli chiqib qoladi. Bizga zodi esel musho Allohga desel men sizga deganning bunday yolg'on gap qilmayman. Sizga 30 tonna 50 tonna es qoldi odam, men yolg'on gap qilsam bo'lmaydi deb berib qoldi. Esini biz elib madammisin, yonbon elib shetgandan keyin esel yaxshi emas. Ma esel yaxshi emasken deb qaytiribmiz. Qaytirib etsang bo'lmaydi, biz baldimiz set turibdi. Ziyon tasdingiz va ziyonlar bo'ldi. Uzang elib, uzang chekanga tanlam deymiz. Bo'ldi tugadi. Şuna qarindoshlarimizni mushunda bo'lgan chaqda keyingi bizningki atrofimizda urug' tuqqanlarimizni, do'st yarallarimizni, shundaqlab boshqalar o'zimizning manfaatini yetkinish shu. Biz boshqalarningki sog'lomligini hamda yaqin atrof urug' tuqqanlarimiz qanday oladi degan manda olur. Masalan, men bir sangi saldigan odam deb o'ylagan bo'lsam, atrofimizdagi tuqqanlarimiz o'ymush Iminjon sangi saldi bakadin Sipexni açamda ağınımızın atıp qalmasın bizge. Bugün amma açamның balası mava. Dep kelip mevadini aladala. Ağandikin biz bad nimdeyimizgen bunu biz qaytib qilib anandikin biz bunu sattık. Olu bilmedi yedi. Endi mushunda kesellik avvaldi biz nima qildik deganda asti xarakterlik tuqqanlarimizni zərlab qo'ydik deganda. Shunga qilmish qilmas deganda biz o'zimizning ashunda taraflarimizga diqqat qilib ketsak, demakchi, qaytlanma iste'mol qilmagan bo'lsak bularni bir qatdan bir kun bir qizitgandan keyin bo'ldi atamda tashib o'tmasak bo'lmaydi ashmayni demakchi. Bo'lmagan chaqda turli go'shtlarga, ajna ximirliga singib kirib ketgan shu mayninki kuyinmalari keyinchi kasallik ahvolini barpo qilmasin degan umid so'zlab qo'ydik. Shu so'z tijorat qarindoshlarimiz bir tafsili oxirigacha anglab, aningdan keyin to'xtab turmushingdan gap to'g'ri ekan degan lobqa shu bo'yicha qillar. Bo'lmasa siz davrsiz men shuni qilaveraman desak bo'laverdi. Ammo men cho'qim anvasil mudda qilal demoqchi emasman. Imkon sharoit bor. Sog'lomligimizni suyishimiz uchun hammamizning o'rtaq kuch chiqarishimizni umid qilaman. Endi u sangzini men yeyishim mumkin. Birsiga sovg'atlik qilib, do'stqon qilib apirishim mumkin. Shu asosda biz bilmay boshqaligimi ashunda ahvolni kelib chiqmaslik uchun qarindoshimizni sunib qo'ydim. Bo'z bir yurakni chin ko'nglimizdan chiqarib bir bilib qo'ygan bo'lsak degan umiddaman. Qarindoshga rahmat.